Masalan, hozirda savol bo'lyapti. S yoki S+ sertifikatinglar bor, endi nima qiling? Ya'ni foydalanaymi, foydalanmaymi, ha? Shunaqa savol. Endi men ikki xil javob berishim mumkin. Ikki xil holatni qaraylik. Birinchisi, masalan deylik, aslida sizlar S yoki S+ ga unchalik darajada hali qo'polg'ada loyiq emasdinglar. Qanaqadir mana omadinglar kelgan bir ba'zi o'quvchilarimiz bor. Aslida endi boshlagan matematikani bo'lishi mumkin va unga juda ham bu qoniqyapti, unga yoqyapti, rozi shu sertifikatdan. Va men ham xohlayman bu o'quvchini foydalanishni, chunki men uni bilimini qanaqaligini bilaman. Qancha ishlashini deyarli bilaman. Endi men unga aytaman, foydalaning deb ayta olaman. Endi kimdir bor, aslida sertifikat mock testlarda B+ olib yurgan edi, lekin imtihon kirib qanaqadir ma'noda S yoki S+ bo'lib qoldi. Pastroq chiqib xohlagandek bo'lmay qoldi. Men u o'quvchining potensialini kuchini bilaman aslida qancha yetishini, hech bo'lmagan. Endi u o'quvchiga tavsiya qilishim mumkin, do'stim, sen tayyorgarligingni ko'rgin. Sen tayinlan. Tayinlangan undan ko'ra undan ko'proq natija qilamiz xudo xolasa imtihonda degan bo'ladi. Demak, hammaga tavsiyam, agarda qanaqadir menda shubha bo'ladigan bo'lsa, o'zimga uchrashing, ustoz, men bunday qilmoqchiman, foydalanaymi, yo'qmi deylar. Men aytishim mumkin, do'stim, daraja mana bunaqasini foydalan. Yoki yo'q, asli bundan yuqori natija qila olamiz deb aytishimiz mumkin. Tushunarli?